Hürmetlik vatandaş, endi ikinci leksiyamızı başlaymiz. Bayqını şunda çıraylık sözlep boğanıdınma, simtana putumның asıda kelip kaptı. Çıkamdı, çıkmamdı bilmem kavnum gaş oldu ya bu vatandaşım. Ey, acayip bir avar işken bu. Bir kere kamera, bir gün torbiti, bir gün buzlup doğan, itilip doğan vatandaş. Çizla bugün, 2023 yıl 3 ayının 10. günü heptige şembe vatandaşım. Endi sizlarga so'zlaydiganimiz bundaq. Eliqe qisqa xabarlar degan xabarlarimiz bor edi o. Buni anglab qo'yishlar. Chunki men shaxsan o'zim nuqtada aytgan buning hammasi kirmayman bu xabarlarga vatandosh. Hammasi bu mavzularning ichiga kirib uni tepib chiqam mumkin emas. Bu vaqt yetmay, u vaqt yo'q menda vatandoshim. Shunga men bu qisqa xabarlarni, mavzularni yozib ekilib sizga topshirishim. Birinchi sizning analizingiz, İkincisi sizden tahlilinizge topshirishim bo'lib hisoblandi vatandoshim. Xabar bunda. Rossiyada cho'ng chataq chiqdi. Rossiya xalqi va armiya isyon ko'tardi. Rossiyada bo'linish, Rossiyada parchilanish boshlandi. Umid sadosi yo'tab 3 ayning 10 kuni. Yani bir xabar. Beycan hayat mamatını tallaşqı duş geldi. Dairler gumram oldu. Askeri kısımlarının içinde çatak çıktı. Amerika, Yaponiya, Cumhuriyet Partiyasiga qattiq zarba berdi. Cumhuriyet Partiyasi devlet terrorizmi bashirisini oshkorladi. Cumhuriyet 3 ayning 10 günü. Amerika, Yaponiya, Cungo qattiq zarba berdi deganda vatandosh biz hali fan texnika sohasi so'zlab kelyapmiz go. Masalan, Uzak dedik, masalan Android dedik. Bu davlatlar aro bir-biriga savdo qilib setib turgan narsa ekan vatandoshim. Masalan, yaqinda Gollandiya Jungoga Uzak yoki Android sotmaydiganligini e'lon qildi. Amerika tarafga o'tdi. Tunugunlarda Yaponiya butunlay to'xtatdi. Uzak texnikasi ve Android texnikasini Cungo setishni butunlay to'xtatdi. Bu demak, Amerika ile Yaponiya birlashib Cungoga zarba berdi deganlik bo'ladi ekan vatandoshim. Yana bir xabar, xatarlik mazgilga kirib keldi. Mutaxassislar Xi Jinpingning oqibatini tahlil qildi. Pul muomala sohasi. Ne tozalashning hech qanday quroli yo'q. Masalan, hozir xiyonatchi demdi, paraxo'r demdi yoki o'z manfaatiga cho'g'tatdi demdi, Xi Jinping mush qurultay mazgildilar. Jungoda pul muomala sohasini tozalash. O'zi ko'ngli yoqmaydigan odamlarni tozalab chiqarib yetish harakatini boshlagan edi. Bu yerda da'vodagi pul muomala sohasini tozalashdan hojati yo'q, quroli yo'q. Rossiyada arka-arkadan qo'zg'olon ko'tarildi. Yani bir qatim bu xabar takrorlandi. Cumhuriyet yo'tab 3 ayning 10 kuni. Yani bir xabar vatandoshim. Yaponiyaning Tianjin shahridagi zavodlarning hammasi taqaldi. Jungo fuqarolar turmushi kanal yoki tor film ishlovchilar 3 ayning 10 kuni yo'tab. Tanlangan abzaslar Cumhuriyet Partiyasi ayni chog'da Sovetlar yemirilish harbisidagi alomatlarni tayyorlab, hozir yemirilish harbisiga yetib keldi. Axborot sharhlari 3 ayning 10 kuni YouTube. Buningda so'zga chiqqan kishi obzorchi Tayvanlik professor Ming Jujing. Yana bir xabar. Beijingda o'tkazilgan ishga qurultay bir tarafdan kurash qilib, bir tarafdan urushga tayyorlik qilishni ishga oshirmoqchi. Amerika, Avstraliya, Angliya, Yaponiya, Koreya davlat rahbarlari bir yerga jam bo'lib, taqobil turish qiyin bo'lgan urushga taqobil turishni muhokama qiladi. Mashang tiz xabarlari 3 ayning 10 kuni YouTube. Ciddi xabar. Amerika'nın ciddi axboroti. Prezident Vladimir Putin tuyuqsiz taktikasini o'zgartdi.
Xi Jinping armiya ichida avorchilik yo'liqda başladı dedik. Amerikanın yangi strategik siyosati Rossiya-Jungo munosabatini bo'sib tashladi. Umid sadasi torpilim ishlash kanali YouTube 3-ayning 10-kuni. Yuqori xabarlarni ko'rib turibsiz, Rossiya to'g'risida hozir xalqning qo'zg'olon ko'targanlik armiya ichida qo'zg'olon ko'tarish yoki tayyorlik qilish. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, bu xuddi 1917-yil oktyabr inqilobi davrida 14-yilda 18-kungacha bo'lgan Birinchi dunyo urushi oxirlashgan mezgilda shu vaqtda Char Rossiya armiyasi urush sepirib turib isyan ko'targan edi. Lenin shuningdan foydalanib oktyabr inqilobini g'alabaga erishtirgan edi. Vatandoshim, agar bu qatam ya'ni Rossiyada shunday qo'zg'olon armiya ichida shunday qo'zg'olon jamiyati ko'tarilsa, bu ikkisi birlashib kelsa, aqvatning bu tasavvuringizni topshirdik vatandoshim. Hozir endi Rais Xi Jinping saylanib bo'ldi. Siz biz diqqat qilganimiz Rais Xi Jinpingning Moskva ziyarati qanday boshlandi? Moskvada nima deydi? Mana shu masalaga qarab qoldik. Atogin bo'ladi, bu biz ko'rib boqamiz nima bo'ladi, qanday nima bo'lishini. Uningdagi vatandoshlarga yan deydiganim, men yaqin oraliqda so'zlaydigan bir leksiya vatandoshim, eg'izga oldim o'yu talay qatim, bir qatim so'zlagandek bo'ldim. Masalan, 1997-yil 10-oydan keyin 1998-yil 3-oyda shu vaqtda Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Chen Huasin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2 qonuniga imzo qo'ydi. Bu qonunning biri iqtisod, jamiyat, madaniyat, huquqiy xalqaro ahdnomasi. Bu qonunning ikkinchisi fuqarolar huquqi va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi. Orada 25 yil o'tdi. Buni ijro qilmadi Jungo hukumati yoki xalq vakillar qurultayining tasdiqlashiga tashlamadi. 25 yil o'tdi, lekin bu qatam Uyg'uriston masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi komitetining oldiga keldi yoki ichiga kirdi. Bu to'g'rida munozara va so'z fikr bayonlar bo'ldi. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shtabi Antony Blinken hozirmi Shinjongda mustamlika Uyg'uristonda qirg'inchilik, so'yqarim, genocide davomlashyapti deb fikr qildi. Men oraliqda mushu to'g'rida to'xtalaman vatandoshim. Vatandoshlarning vaqt bo'lib qolishini umid qilaman. Endi buning to'xtalgan vaqtida elaki Hindi Chini people degan gap qanday o'tirg'i chiqdi. Mushuni ko'tarib chiqqan kishilar bu qonunning butun rasmiyatini tarjima qilib Uyg'ur xalqiga topshirishi lozim. Shu vaqtda andin ularning til haqorati to'g'ri bo'ladi. Shu vaqtda ularning töhmet çaplaşları to'g'ri bo'ladi. Agar ular buni butunlay Uyg'ur tiliga tarjima qilib, Uyg'ur xalqining oldiga topshirib berolmasa, vaqtida boshqalarni gunohsiz boshqalarni haqoratlaganligi uchun bu kishilar javobgar bo'ladi vatandosh. Hozir bu javobni oladigan siz bilan bizning qo'limizda huquq yo'q. Biz faqat tor beti va mushu YouTube kanali ve YouTube meydanında münazara şeklinde, aydınlaştırış şeklinde cevap alımız vatandaş. Sen Hindi Çini people dedin, vatan sattın, Uygur'unu sattın dedin, muşunun asasını tepmezsen bunu da. Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanunu, kaysa kanunu da şundak değildi, müstemlike bulundu, müstakil buluşka bulmaydı degen gepler. Kayerde değildi, muşu kanun, şu paket ne? Uyghur tiliga tarjim qilib juma. Milla emas. Hozir 90% odam bu chet elda ingliz tilini bilmaydi. Sen bu fursatdan foydalanib, qaymoq turib, bularni boshqalarni haqorat qilishning yo'lini izlagan bo'lsang, sen bu yo'lda maqanmaysan apandi. Tarjima qilib ilib kel. Sen dedan qo'ysan, Xitoychini bilganlarning bilim bo'lmaydi, saviyasi bo'lmaydi.
İngilizceni bilish kerak. İngilizce bilgan odamlarni sevish, marhamat yigit. İngilizceni biladigan yigit, İngilizceni biladigan xonim tarjima qilib Uyg'urlarning oldiga qo'ying. Qo'ymasangiz hargiz bo'lmaydi. Bo'lamdi. Hozir Uyg'ur vaziyati, jahon vaziyati, Amerika Jungo munosabati vaziyati hammasi qistab keldi. Hammasi qistab keldi. Sizning o'tirg'i saklab chiqishingizningmi? Hech qanday asosi yo'q emas, asosi bor ish. Shunga Uyg'ur xalqining oldida buni tarjima qilib hammani oydinlashtiring. Meni demoqchi bo'lganim vatandoshim, bu 1997-yil, 98-yil Çinhuasın Jungo'nun vekili Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluk nime dedi? Ben bu kanunla kol koymayman dedi. Destekte karşılık kıldı. Nimişke kol koymaysan desem ben de yerlik millet yok. Ya ki yerlik millet Uygur degen millet yok. Ya ki Tibet degen millet yok. Yerlik millet yok. Ben bu kanunla kol koymayman. Çünkü bu kanunların her kiriş sözden keyinki birinci maddesi her kandak millet ve halkının öz takdirini özü belgileş hukuku var dedi. Hoş sen ne mi dedim? Çinhuasın dedi ki Birleşken Devletler Teşkilatı dedi ki bizde yerlik millet yok, bizde Hindi Çini people yok devasa Washington'daki atılmış faaliyetçi Uygurlar biz Hindi Çini people dedi de Muşu savadın olan torbutigi çıkıp Uygur'un közüne buymakçı buldun ha. Muşu savadın. Başka geçinmeymen. Tıllı alsam tıllı al, hakaret kılıp al. Geçinmeymen, savadın geçinmen. Muşu savadın olan siyaset sağa sökürüp, nimişka avar kılışa adamlarına.